30-mart kuni Zardor tuman Andijon mahallasida Vatan yagonadir, vatan bittadir shiori ostida millatlar do'stligi bayram shodiyonalari katta tantana bilan o'tkazildi. Ushbu tadbirda Zardor tuman axborot kutubxona markazi xodimlari ham faol ishtirok etib, o'zlarining kitob ko'rgazmasini tashkil etdilar. Ushbu tadbir do'stlik va ahillik g'oyalarini mustahkamlash, turli millat va elat vakillarining hamjihatligini yanada oshirishga qaratildi. Tadbir davomida Zardor tuman hokimi Begzod Toshpo'latov so'zga chiqib, barchani samimiy tabrikladi. Mazkur tadbirda turli millat vakillari ishtirok etib, o'zbek va qo'shni xalqlarning milliy an'ana va qadriyatlarini tarannum etuvchi ko'rgazmalar hamda kuy-qo'shiqlar namoyish etildi. Oilangizlar, kuningizlar, mana shu hammangizga katta rahmat. Jon O'zbekiston, bu go'zal vatani. Jon O'zbekiston, bu chamani. Jon O'zbekiston, go'zal vatani. Ushbu tadbir millatlararo birdamlikni yanada mustahkamlash, turli millat vakillarini birlashtirish hamda o'zaro hurmat va hamkorlik ruhini oshirish yo'lida muhim qadam bo'ldi. Sharhlovchi Zardor tuman axborot kutubxona markazi xodimi Ozoda Musayev.